Eng yeni ibretlik avazlık eser Puşayman. Avtori Abdimecit Aziz. Avazda Mevluda Mehmet. Birinci kısım. Bugün öydün sebepsizla çıkıp ketkenimge 3 gün bolgan edi. 3 gündün beri hoş yaksa öyge kirip, bolmasa sebepsizli öyden çıkıp gidip, ata-anasını qaqıştıp yürüdüğün bir neç ağıyla bilen oynap yürüdüm. Mana bugün yenimdeki pulның tügüşü bilenla, o ağıylarımı pulga o'xshashla g'oyib bo'ldi. Tushgacha yezi bozorda nishonsiz lag'aylab yurdim. Oxiri qo'rsqim echib, amalsiz uyga qaytib keldim. Yenimdeki pul tugamagan bo'lsa, yana qachongacha uyga kirmay yuratdimkin? O'yliq kirishim bilanla kaptarlarga qo'noq chechib berayotgan onam bilan do'qurishib qoldim. Onam ikkimiz bir eg'iz gap qilishmay bir-birimizga qarab xeyli hazag'cha turishib ketdik. Onamning yig'idan ko'zlari qizarib ishib ketibdi. Sukutni onam buzdi. U yig'lab turib, hayot bakansan-a? Ana bo'lgunimga nemancha to'yg'isi sen meni? Sendan qanchalik ansirganim bilamsan? Seni izlab bormagan bulon pishqaqmi qolmadi. Balaning cho'ngi turib, ukalaranga o'ziga bo'lishdi yo'q. Mo'shunda qaqishtib, ansirtib yursam, ukalarang nima kunni ko'rsatdi menga. Voy. Bo'ldi. Beshim og'rib ketdi mening. Ishikdan kirib bo'lguncha ishtak qovmay ishingizni qiling, a? Nima deding? Men sening nimang? Dadis yo'qligini chandırmay deb, ko'zingga qarab, deginingni qilib berib, cho'ng qilib qo'ysam, endi meni ishtiq o'xshatdingmi? Sen yo'qab ketgan 3 kundan beri bir kech xotirjam uxlab baxmadim. Emdilikda sening oldingda isht bo'ldim. Isit, boyun tögininkidek bo'lgan bilan tugmichilik aqling yo'qkan. Sen eshakning. Og'zimdan qandoq chiqib ketganini bilmayman. Eshakning bolasi eshak bo'ladi. Men eshak bo'lsam, sizmi eshak? Onam yig'lig'inicha yerga emishib, barmog'im cho'ngliqdagi bir tayoqni elib, oldimga yugurib keldi. Men tezlik bilan onamning qo'lidagi tayoqni tortib olaman deb, onamning begiz barmog'i bilan billa qo'shib qayiribdiman. Shu chaqda qaras qilgan ovoz bilan onam bir necha yiqiribla yerga yiqildi. Men qo'limdagi tayoqni yiroqqa cho'rib etgandan keyin uyga kirib ketdim. Birdam o'ltirib sirtni tangshidim. O'yladim, hech bir shapa anglanmadi. Men qo'rqib, yana kaynimga inib o'yliq chiqdim. Onam yiqilgan yerida jimjit yotibdi. Men boshda
meni qo'rqitish uchun ushiqlik qilib yetib oldi deb o'ylabdim. Onamga yaqin kelib qarab, yurgim qartliqib qoldi. Onamni o'ngisiga o'rib qarsam, boyan men tayoq talashqanda tayoq bilan tutib qayirgan bigiz barmoqi tüydilla sunib ketibdi. Uning ustiga onam nafasmi olmay jimjit yotibdi. Men aloqazotlik ichida yenimdan telefonni chiqarib, og'inlarimga telefon qildim. Hey, afsus. Atalmış qadinas og'inlarim yenimda pul qolmaganligini bilgachga pul so'rab telefon qildi deb qolgan o'xshaydi. Hech qaysi telefonni olmadi. Men ochiqimda qo'limdagi telefonni tamga kuchab etib nech pora qilib etgandan keyin onamni doktorxonaga aparish uchun o'yladiki 3 chaqlab toksiklikni yetlab onamdan qishiq keldim. Onamni ko'tirib toksiklikka chiqarmoqchi bo'ldim. Lekin onam ustaxonlik bo'lg'achqa o'zim yolg'iz ko'tirib toksiklikka faqatla ola olmadim. Men jiddiylik ichida qo'shnimiz Niyoz akamning hovlisiga yugurib kirdim. Ta'limga Niyoz aka hovlisida bor bo'lib, bir ishlarni qilib turgan ekan. Men onamning hushidan ketganini aytib, Niyoz akaning qo'lidan yetlab yugurganimcha o'zimizning hovlisiga kirdim. Niyoz akam bilan ishkimiz onamni tasti ko'tirib toksiklikka yotqizgandan keyin men onamni doktorxonaga elib maqdim. Yezliq doktorxonaning oldiga kelsam, darvozaga qaraydigan amonlik saqlag'uchi motosikletni ichiga kirgizishga bo'lmaydi deb bizni faqatli kirgizmadi. Onamning kesilining ig'irligini aytib, shuncha yolursammi pisandmi qilmadi. Men ochiqimda toksiklikdan sakrabli tushib, uning yuziga bir necha mush urib etdim. Shu chaqda osmondan tushgandekla bir necha amonlik saqlag'uchi paydo bo'lib, mening qo'llarimni qayirib dim yotqizdi. Mening bütün xiyolim onam deydi. Shu chaqda oradan birsi neymiş bo'lganligini so'radi. Farzimcha u odamni mushu amonlik saqlovchilarning boshliq ekan deb o'yladim. Uningga onamning kesilining ig'irligini ko'tirib doktorxonaga akirolmaydiganligini aytdim. U odam qo'l ostidagilarga darhol meni qo'yib o'tishni aytib, doktorxonaning eshigini ochib berdi. Men toksiklikni tez suratda haydab, jiddiy qutqizish bo'limining oldiga kelib, olijuqi varqirganimcha doktorlarni chaqirishga boshladim. Uzun o'tmay bir necha doktor sestra arvasini ishtirib chiqib, opamni yotqizib, bir uyga akirib ketdi. Doktorlar yarım soatga yetmagan vaqt ichida chiqib, onamning mangsiga qon tushganligini, ham bir barmoqining sunganligini, onamni tezdan nahilik doktorxonaga yo'tkazsak bo'lmaydiganligini aytdi. Men doktorlarga tizinib, yig'ilganimcha yolurdim. Onamni qutqizib qilishini o'tindim.
doktorlarmı tezlik bilan onamni yezliq doktorxonaning jiddiy qutqizish mashinasiga siqtirib, noyilik doktorxonaga elib mandi. Men bekli qo'rqib ketgan edim. Onamning qeshida o'ltirib, onamning sunib ketgan qo'liga qaradim. Onun sunib ketgan qo'li barmoqidan tortib, jaynikigacha ko'kirib ishib ketgan edi. Onamning qo'liga qarab, ko'z yoshlarim yipi uzilgan marjondek to'kilib, put-qo'lim ixtiyorsiz titrashga boshladi. Uzun o'tmay, noyilik doktorxonaga yetib keldik. Doktor sestralar tezlik bilan onamni jiddiy qutqizish bo'limiga akirib ketdi. Men doktorlarga shuncha yolg'irgan bo'lsam, meni ishchiga kirgizmadi. Birdamdan keyin jiddiy qutqizish bo'limidan bir sestra chiqib, davolanish kartasi bijirib, pul to'lashimni aytdi. Mende doktorxonaga to'ligidek pulni emish qilsin. Yenimdagi pulning hammasini ashu nomard og'aylarimga xashlab tugatgan tursam. Urug' tuqqanlarga telefon qilay desam, yenimda telefon yo'q. Men atrofga qarab, jiddiy qutqizish bo'limi oldida ishki talmirib turgan 40 yoshlar chamizdagi semiz odamning qishiga kelib, xijillik bilan: "Oka, telefoningizni ishlatib tursam bo'pti ekan. Oldirishchilikda telefonimni olmayli chiqibdiman." Shu gapni tasdi deyaladim. U odam yig'lab qizirib ketgan ko'zimga qarab, bir ig'izmi gap qilmasdan yenidan telefonini chiqarib menga sundi. Men telefonni elibla qo'llarim titragancha dadamning inisi, ya'ni tog'amga telefon qildim. Tog'am telefonni elishi bilanla esadab yig'lab ketdim. Tog'am kimsiz degan gapni bir necha qitim takrorlagan bo'lsa-mu, javob bo'lmagandan keyin telefonni qo'yibdi. Men taslikda yig'amni to'xtatib, tog'amga qayta telefon qildim. Onunga onamning ahvolining og'irligini, shunga azroq pul elib doktorxonaga kelishini aytsam, lamjim demasdan telefonni qo'yibdi. Qaytirib necha qitim telefon qilsam-mu, lekin telefonni faqatla olmadi. Tog'am ko'nglida onam o'lib ketib qolsa, mening qarzni qaytarolmasligimdan ansirgan bo'lishi mumkin. Albatta ansiraydi-da. Men onamning gapini anglamay, onamni qaqshitib, 23 yoshga kirib qolgan butun sirib bir erkak turib, oilam bilan korim yo'q o'ynab yursam, ansirmamdi amsa. Onun ustiga dadam tugab ketgandan keyin tog'larim ham hammalarim onamni va bizni behli yeklaydigan bo'lib qolgan edi. Men amalsiz boshqa tuqqanlarga telefon qilib baqdim. Lekin natijasi yanala o'xshashli bo'ldi.